Men Asomova Nafisa. Hozirgi paytda 76 yoshdaman. 2008-yilda sahr bo'lib qolganman. 2008da. O'shandan keyin ko'p joylarda turli больницаlarda davolandim. Oxirida mana shu yoshga yetib keldim. Lekin dori ichib yurdim, insulinga o'tkazib qo'yishdi. Insulin ham go'da kuchi yetmaydi. U paytda davleniyam oshib ketadigan bo'lib qoldi. Davleniyam 120 ga 240 bo'ldi. Boshimda hech qanaqa og'riq yo'q edi. O'sha davleniyasi chiqqanda bilib qolgansiz demak. Davleniyam podrat bir oylab chiqdi. Endi o'zida doktor bor, ukol qilib ketadi, bo'ldi. Ertalabdan keyin e'tibor bermadim. Shundan keyin Afzal keldi, ustoz mehnat ustoziga olib boring dedi. Mayli dedik, bordim. Borgandan keyin aytdilarki, sizni dedilar, davleniyingiz yurakdan emas dedilar, bo'yningizda dedilar, bitta tomir qisilib qolgan, uni ochib yuborish kerak dedilar. Shu bilan 2 xil dori berdilar. Bittasi ertalab, bittasi kechqurun. Uni har kuni ichdim. O'shandan keyin davleniyam 140 ga 80. Demak tushib boshladi davleniya. Normalniy bo'lib qoldi. Meni yoshimga normalniy bo'lib qoldi. Undan keyin sahrim tusha boshladi. 5 kundan keyin aytdilarki, insulinni qilmang dedilar. O'zi insulin olib yurardingiz? Insulin olib yurardim. Qancha vaqt olib yurgansiz insulin? O'sha insulinni hozir 10 yildan beri olardim. 10 yildan qo'rqmadim-da. 5 4,5 ham bo'lib qoldi. Ana doridan keyin. Qanaqa dori? Endi tarkibi ular bilishadi. Ha, insulinda demak olganingizda 4,5 bo'lgan. Yo'q, insulinda 7 bo'lardi. Eng kami 7 bo'lardi. Ustozni dorilarini ichganimdan keyin 4,5 ga tushib qoldi. Keyin insulin qilmadim. Endi keragi yo'q, undan pastga tushib ketsa bo'lmaydi. Birga olib yurish. Xullas, ularning dorilarini ichib yurdim. Davleniyam umuman 160 ga ham chiqmadi. 130 ga 80 shunaqa bo'lib qoldi. Mana hozir 3 yil bo'lyapti. Xudo ko'rsatmasin, 240 ga chiqqani yo'q hali. Unaqa bo'lmadi. Lekin ana dorilarning sanatoriyaga damogani bordik. Damogani borsamiz, qonlarni tekshirdi, kompyuterda aytdiki, ana sizni trombositlaringiz o'ynay yuribdi dedi. Nima qilasiz? Qonlaringiz suyuqqina ekan dedi. Bu qonni suyultirar ekanda. Qoni suyuq bo'lgani uchun ani insult, infarkt bo'lmagan ekanman, qarang. O'sha dorini foydasidan-da. Xullas, o'shandan keyin davolanib, Umralarga ham borib keldim. Uzoqqa magazinga ham chiqmasdim. Uyimni hovlini ichida aylanib yurardim. Hozir Xudoga shukr, yaxshiman. O'shani tanjallari sog' bo'lsin. Mehnat ustozi dorilardan keyin. Doktorman dedingiz-ku? Ha, doktorman. Yo'nalishim, soham doktorlik. 35 yil ishladim doktor. Ko'pchilik o'zi mana tabobatga, bunaqa dorilarga o'zi qarshilik bildirishadi-da o'zi. Yo'q, doriga suyanib qolmayman-da. Dori bu krizis paytida kerak. Boshqa mahal shu giyohlarni o'zingizni olib yursangiz bo'ladi. Demak, hozir Xudo xolasa mana umr berdi, rizq beryapti. Hamma yog'im sog'. Endi sog' deganim nisbatan sog'man. Yoshimga nisbatan sog'man. Hozirgi sahr bo'lganlarga, sizni ko'rib turganlarga maslahat berasizmi? Unaqa endi har kim o'zi uchun yashaydi-da. Hadeb faqat mana shu dori deb yopishib olsa, dori ham foydali, lekin hamma yoqni ishdan chiqaradi. Ozgina dori olamiz, qolganiga giyoh qilamiz. Giyoh bilan odam aytdi-ku, xonimni anaqani soppa sog'lom odamlar yotibdi, eritrosit yopishyapti, qoningiz quyuq ekan, nima qilgansiz deyapti. Soppa sog' odamlarga. Menga aytadi, kompyuterda eritrositlar o'ynay yuribdi. Men o'sha dorini ichib borganman. Qoningizni ham suyultirar ekan. Qoningizni suyultirgani bitta nima-da? Katta ish. Katta narsa. Davleniyani og'ir, baland davleniyadan qutulish juda katta ish-da bu. Endi odamlar dorini ichdim, menga foydasi bo'lmadi. Taxir ekan, achchiq ekan deydi. Har doim ham to'g'ri so'z ham achchiq dedi. Achchiq dori ham foyda beradi. Bu lekincha achchiq emas. Oddiy sal taxirroq. Endi uni men zavqimdan iching, zavqim bilan. Mana shu shifo bo'ladi deb ichsa, mana shifo bo'lyapti. Xudoga shukr. Meni yoshimga yetgan bor, yetmagan bor. To'g'rimi? To'g'ri. 76 daman deysiz.
Ha. O'sha sahr bo'lgan odam ularni davleniyasi har doim oshib yuradi. Sahr qon tomirlarini ana tushadi, pastga chiqadi-da, tomirlar xolesteringa to'yib ketadi. Tomirlar ingichkalashib qoladi. U davleniya tushgani bilan dori ichganingiz bilan bir pasdan keyin yana chiqib ketadi. Agar giyoh muntazam ravishda bir vaqtda ichib yursa, tomirlarni tozalaydi u. Men o'zimni ichganimdan, anaqa tajribamdan ko'rib chiqib aytyapman-da. Kim agarda uzoq paytdan beri dori ichib yurgan bo'lsa, dorilar ham har doim jigarga ta'sir qiladi, buyrakka ta'sir qiladi. O'shaning uchun qo'shimcha ravishda giyohlar olsa, organizmga oson bo'ladi, yashash ham oson bo'ladi. Dorilarni ichgansiz-ku, o'sha 2 oy ichdim. O'shandan keyin qanchada o'zi effektini bilishni boshladingiz? O'zi mana bir haftada bildim. Bir haftada bilindi. Nima bo'ldi bir haftada? Bir haftada anaqa shahrda chanqayveradi-yu. Chanqayversam suv ichkim kelmayapti, choy ichkim kelmayapti. Ertalab har kun bitta o'shlab ko'raman. O'shlasam bir kun 4,5 bo'libdi. Endi 4,5 bo'lsa insulin qilmayman, olmadim insulinni. Keyin anaqa kimdan so'rab o'tiraman, borsam ancha palon pul to'laysiz-da, o'zingiz bilgan narsangizni bilmaydigan odamdan so'rab kelasiz. O'shaning uchun o'zim shunda insulinni olib tashladim-da, dorilarni ichib yurdim. Minnatdorman. Dorilardan ham, o'zlaridan ham. Hammaga tavsiya qilaman. Endi ichganda ham bugun ichib, ertaga esdan chiqish kerak emas. Ertalab turdingizmi, bismillah deb yuzni yuvgandan keyin o'sha tayyorlab qo'yganini ichib yorsangiz, soat-soatida ichsangiz, hamma narsa ham odamning mehnatiga bog'liq. O'sha bilan natijasini ko'rasiz. U dori, bu dori deydi. Dori yaxshi, lekin dori bir martalik mana. Hamma narsaning ta'sir doirasi bor. Bitta dori davleniya 6 soatga yetadi, bitta 8 soatga yetadi. Yana 8 soatdan keyin yana ichishingiz kerak. Giyoh ichsangiz bu tiyimini ham tozalaydi. Davleniyangizni tiyimini ham tozalaydi. Kasallikni ildizi bilan davolaydi. Ildizi bilan izlechsa deydi-yu, o'rchasiga. Yoshlarga mana onangiz bor, buyingiz bor. Dori olib kelmading, dori nima qilasiz? Dori mana buni iching. Mana buni yeng. Doktorlarni taklif qilgan afzal doktorga ham, Mehmet ustozga ham minnatdorman. Alloh o'zi qo'llasin.